Ha? Uzum xonim, bugun ertaroq javob bera olasizmi? Nima sabab? Tinchlikmi? Mos. Bu oxirgisi bo'lsin. Sen ko'p ruxsat olyapsan axir. Xo'p bo'ladi. Rahmat xonim. Ey Xudo, shunga majburman. Uyda bolalarim och qolgan axir. Meni kechiringlar. Bularni olmasam bo'lmaydi. Uyga tezroq yetib borishim kerak. Bolalarim ahvoli nima bo'ldi ekan? Oyi, keldingizmi? Bizni qornimiz ochdi. Nahotki meni bundan xabarim yo'q. Bechora bolalar. Shunchalik e'tiborsiz bo'lamanmi? Afsus.